Doktor, menga yuragingizda ishemiya bor deb tashxis qo'yishdi. Ishemiya o'zi nima degani? Hozirgi kunda bemorlar orasida eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri yurak ishemik kasalligidir. Bu kasallik haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Rasmga e'tibor bering va tasavvur qiling. Muskul to'qimasdan tashkil topgan yurak a'zoyingiz. Mana shu muskul a'zoni o'zini o'zi qon bilan ta'minlab beradigan, ya'ni unga kislorod yetkazib beradigan o'ng va chap koronar qon tomirlari bor. Agar koronar qon tomirlar torayib, tromb tiqilib, xolesterin sabab yurak mushaklariga kislorod, qon umuman yoki qisman o'tmay qolsa, yurakda ishemiya rivojlanadi. Yurak miokardlari gipoksiyaga uchraydi. Bemor holatidan kelib chiqib, ishemiya sababi aniqlansa, o'tkir yurak kasalliklari albatta oldi olinadi.